Tonggi sukunat va ijodiy junun. Toshkent uzra tong otar ekan, shahar hali uyqudan uyg'onmagan, ko'chalarda faqat tungi smenadan qaytayotgan ishchilarning charchoq tola qadam tovushlari eshitilardi. Sardorning ustaxonasida esa vaqt to'xtab qolgandek edi. Xonada o'tkir bo'yoq hidi, sovuq qahva qoldiqlari va yerga sochilgan o'nlab eskizlar. Sardor tuni bilan uxlamadi. Uning ko'zlari qizarib, barmoqlari bo'yoqqa botgan, ammo u charchoqni his qilmasdi. Uning qarshisida ulkan polotno turardi. Bu Laylo edi. Yo'q, bu shunchaki Layloning surati emas, bu Layloning yomg'ir ostidagi ruhi edi. Sardor qizning ko'zlaridagi o'sha galati ma'yuslikni ushlash uchun yuzlab ranglarni qorishtirdi. U ko'k rangga bir tomchi qora va bir chimdim binafsha rang qo'shib, o'sha olim va umid orasidagi rangni topishga urindi. U Layloning lablari burchagidagi kichik bir titroqni chizarkan, beixtiyor kechagi uchrashuvni esladi. Qizning ovozi quloqlari ostida jaranglardi. Ba'zi uchrashuvlar hayotni o'zgartirish uchun emas, balki uni chiroyli xotira bilan yakunlash uchun beriladi. Sardor bu jumla ustida soatlab o'yladi. Nega yakunlash? Nega Laylo o'zini go'yo bu dunyoga tegishli bo'lmagandek tutdi? U qo'lidagi mo'yqalamni bir chetga qo'yib deraza yoniga keldi. Tashqarida yomg'ir to'xtagan, ammo namlik hali ham havoda muallaq turardi. U o'sha siniq ko'zgu chizilgan qog'ozni qayta-qayta ko'zdan kechirdi. Bu shunchaki rasm emas, bu bir jumboq edi. Ko'rgazma, muvaffaqiyat ortidagi boshliq. Soat 18, oh. Toshkentning markazidagi eng nufuzli galereyalardan biri. Chiroqlar yorqin, mehmonlar qimmatbaho liboslarda, qo'llarida sharbat to'la qadahlar. Devorlarda Sardorning yillar davomida chizgan asarlari osilgan. Ammo hamma bir nuqtaga, markazda, qora parda bilan yopilgan eng oxirgi asarga tikilardi. Sardor kostyum shimda, sochlarini tartibga solgan bo'lsa-da, o'zini bu yerdagidek his qilmasdi. Uning ko'zlari eshikda edi. U har bir kirgan ayoldan Layloning oq yomg'irposhini, o'sha ma'yus nigohini qidirardi. Har bir tabriklaymiz degan gap uning quloqiga bo'sh va ma'nosiz eshitilardi. Nihoyat, galereya direktori, yoshi o'tgan, san'atni chuqur tushunadigan janob Akromov sahnaga chiqdi. Aziz mehmonlar, bugun biz nafaqat rassomning, balki bir qalbning tugilishiga guvoh bo'lamiz. Sardorning asarlari hammani hayratda qoldirishi aniq. Endi esa asosiy asarni ko'rish vaqti keldi, dedi u va parda tomon ishora qildi. Sardor parda tomon yurdi. Uning yuragi gupillab urardi. Parda ochilganda, zaldagi shovqin birdaniga pichoq bilan kesilgandek to'xtadi. Polotnoda Laylo. U yomg'ir ostida, qo'lida eski kitob. Uning ko'zlaridan bir tomchi yosh oqib tushayotgandek, lekin bu yosh emas, balki erib borayotgan dunyoning aksi edi. Rasm shunchalik tirik ediki, odamlar uning nafasini eshitishayotgandek tuyulardi. Bu aql bovar qilmas, deb pichirladi kimdir. Uning ismi nima? So'radi bir jurnalist ayol. Sardor rasmga qarab turib pichirladi, nomsiz omonat. Ammo zaldagi olqishlar Sardor uchun qadrsiz edi. Chunki mehmonlar orasida Laylo yo'q edi. U kelmadi. Sirli mehmon. Ko'rgazma yakunlanayotganda, hamma tarqalgach, galereya burchagida bir keksa kishi paydo bo'ldi. Uning egnida eski uslubdagi palto, qo'lida esa tayoq. U uzoq vaqt Layloning portreti qarshisida turdi. Sardor uning yoniga yaqinlashdi. Siz uni taniysizmi? So'radi Sardor ehtiyotkorlik bilan. Chol sekin boshini burdi. Uning yuzidagi ajinlar go'yo bir tarixni hikoya qilardi. Men uni tanimayman, o'g'lim.
Lekin men bu nigohni taniyman. Bu nigoh kechikkan odamning nigohi, dedi chol xirillagan ovozda. Sardor hayron bo'ldi. Kechikkan odam. Nega? U ketishga tayyorlanmoqda, lekin hali aytilmagan gaplari ko'p. Sen bu qizni qayerdan ko'rding? Sardor kechagi uchrashuvni aytib berdi va o'sha siniq ko'zgu chizilgan qog'ozni ko'rsatdi. Chol qog'ozga qaradi-yu, uning qo'llari titray boshladi. Bu siniq qalblar maskanning ramzi-ku, dedi chol. Qanday maskan? U qayerda? Sardorning nafasi ichiga tushib ketdi. Bu shahar chetidagi eski bir shifoxona. U yerda davosi yo'q, ammo umidi bor odamlar yashaydi. O'g'lim, agar u senga buni bergan bo'lsa, u seni xayrlashga chaqirgan. Tun qorong'usidagi safar. Sardor cholning gaplaridan keyin bir daqiqa ham kutib tura olmadi. U ko'rgazmadagi asarlarini, mehmonlarni, shon-sharafni hammasini tashlab mashinasiga o'tirdi. Chol aytgan manzil shahar markazidan ancha uzoqda, baland chinorlar qurshab olgan eski hovli edi. Yo'l bo'yi Sardorning xayolidan ming xil fikr o'tdi. Laylo kasalmi? Nega u bunday yosh, go'zal va aqlli bo'la turib olim haqida gapirdi? Uning qog'ozga yozgan jumlasi nimani anglatadi? O'zingni topmoqchi bo'lsang, ko'zguga emas, uning siniqlariga bo'l. Shahar chetiga yetib kelganda yomg'ir yana maydalab yog'a boshladi. Mashina chiroqlari nurida eski temir darvoza ko'rindi. Darvoza tepasida haqiqatan ham siniq ko'zguni eslatuvchi shakl bor edi. Bu yer shunchaki shifoxona emas, balki qandaydir pansionat yoki xususiy sihatgohga o'xshardi. Sardor mashinadan tushib darvozani taqillatdi. Ichkaridan chiroq ko'rindi va bir qorovul chiqib keldi. Menga Laylo kerak. Familiyasini bilmayman, lekin u kecha shu yerda bo'lgan bo'lishi kerak, dedi Sardor hovliqib. Qorovul unga shubha bilan qaradi. Bu yerda Laylolar ko'p. Lekin kecha yomg'irda chiqib ketib, bugun qaytib kelgani faqat bitta. O'sha. Uni ko'rsam bo'ladimi? Hozir kechasi soat 11, uka. Mumkin emas. Ertaga keling. Iltimos, bu juda muhim. Men unga bir narsani aytishim kerak. Sardorning ovozi yig'lamsiragandek chiqdi. Shu payt ichkaridan oq xalatli bir ayol chiqib keldi. Bu shifoxonaning bosh shifokori edi. U Sardorni ko'rdi-yu, uning qo'lidagi bo'yoq izlariga qarab nimadir tushungandek bo'ldi. Siz o'sha rassommisiz? Sardormisiz? So'radi u. Ha, menman. Siz qayerdan bilasiz? Laylo bugun kun bo'yi siz haqingizda gapirdi. Uning ahvoli og'irlashdi. Kelganingiz yaxshi bo'ldi. Lekin ehtiyot bo'ling, u sizni tanimasligi mumkin. Layloning xonasi, oq va qora dunyo. Sardor shifokor ortidan uzun, oppoq koridor bo'ylab yurib borarkan, yuragi har bir qadamda to'xtab qolishiga oz qolardi. Koridorda dori-darmon hidi va og'ir sukunat hukmron edi. Ular 12 xonaning eshigi oldida to'xtashdi. Eshik sekin ochildi. Xona xira yoritilgan. Deraza ochiq, pardalar shamolda tebranardi. Laylo karavotda o'tirar, uning qo'lida o'sha kechagi kitob bor edi. U derazadan tashqariga, qorong'ulikka qarab o'tirardi. Laylo, dedi Sardor pichirlab. Qiz sekin boshini burdi. Uning yuzi yanada oqarib ketgan, ko'zlari ostida qora halqalar paydo bo'lgandi. Ammo Sardorni ko'rishi bilan uning yuziga galati bir nur yugurdi. Siz keldingiz. Men sizni kutmagandim. Men sizni faqat tushimda ko'raman deb o'ylagandim, dedi u tabassum qilishga urinib. Sardor uning yoniga kelib yerga tiz cho'kdi.
U qizning sovuq qo'llarini o'zining issiq kaftlari orasiga oldi. Nega menga aytmadingiz? Nega bu yerdaligingizni yashirdingiz? Laylo chuqur xo'rsinib nigohini kitobiga qaratdi. Chunki men sizning ranglaringizni buzishni xohlamadim, Sardor aka. Sizning dunyongiz yorqin. Men shunchaki bir soya kabi otib ketuvchiman. Soya esa ranglarni o'chiradi. Sardor uning qo'llarini mahkamroq siqdi. Yo'q. Siz mening eng yorqin rangimsiz. Men bugun sizning portretingizni ko'rgazmaga qo'ydim. Hamma hayratda. Siz yashashingiz kerak, Laylo. Biz hali birga dunyoni kezamiz, men sizni har kuni chizaman. Laylo ko'zlarini yumdi. Uning kipriklaridan bir tomchi yosh oqib Sardorning qo'liga tushdi. Mening vaqtim kam, Sardor aka. Shifokorlar menga bir oy vaqt berishgan edi, lekin menimcha taqdir biroz shoshilmoqda. Men sizga o'sha qog'ozni berganimda meni qidirib topishingizni xohlagandim. Va ayni paytda topmasligingizni ham. Siniq ko'zgu siri. Sardor cho'ntagidan o'sha qog'ozni chiqardi. Bu nima, Laylo? Siniq ko'zgu nimani anglatadi? Laylo biroz jim qoldi, so'ng gapira boshladi. Uning hikoyasi Sardorning tasavvuridan ham dahshatliroq va gamginroq edi. Layloning oilasi bir necha yil oldin avtohalokatga uchragan edi. O'shanda Laylo tirik qolgan, ammo uning yuragi jiddiy jarohat olgandi. Uning butun hayoti siniqlar ustiga qurilgan edi. U o'zini butun inson deb hisoblamasdi. Biz hammamiz ko'zgumiz, Sardor aka. Faqat ba'zilarimiz butunmiz, ba'zilarimiz esa parchalanib ketganmiz. Men o'sha siniqlarning ichidan o'zimni qidirib charchadim. Lekin kecha sizni ko'rganimda o'sha siniqlarda o'zimni emas, sizni ko'rdim. Siz mening aksim ekansiz. Sardor bu gaplarni eshitarkan, o'zining butun o'tmishi, muvaffaqiyatlari naqadar kichik ekanini his qildi. Haqiqiy san'at bu qandaydir rasm emas, balki ikki qalbning bir-birini tushunishi ekan. Ular tun bo'yi gaplashib chiqishdi. Laylo o'zining bolaligi, otasining kitoblariga bo'lgan muhabbati, onasining qo'shiqlaridan so'zladi. Sardor esa unga hech kimga aytmagan sirlarini, bolalikdagi qo'rquvlarini, rassom bo'lish uchun qanday qiyinchiliklarni yengib o'tganini aytib berdi. Ammo tong yaqinlashgan sari Layloning ahvoli og'irlasha boshladi. Uning nafasi qisila boshladi, yuzi ko'karib ketdi. Sardor aka, menga va'da bering, dedi u zorga. Nima desangiz, hammasini qilaman. Hech qachon ranglaringizni yo'qotmang. Men ketsam ham mening aksim sizning rasmlaringizda yashasin. Va o'sha siniq ko'zguni to'ldiring. Uni butun qiling. Laylo hushidan ketdi. Shifokorlar yugurib kirishdi. Sardorni xonadan olib chiqib ketishdi. U koridorda o'sha sovuq devorga suyanib qoldi. Tashqarida esa quyosh chiqa boshlagan edi, xuddi kechagi yomg'irdan asar ham qolmagandek. Taqdirning yangi oyini. Sardor shifoxona hovlisiga chiqdi. Uning ko'z oldi qorong'ulashib borardi. Shu payt uning telefoni jiringladi. Bu galeriya direktori Akromov edi. Sardor, tabriklayman. Sening nomsiz omonat asaringni bir chet ellik kolleksioner $500,000 sotib olmoqchi. Sen boyib ketding, yigit. Qayerdasan o'zi? Sardor telefonga qarab turib achchiq kulib yubordi. Pul, shon-sharaf. Hozir uning sevgilisi, uning ruhi bo'lgan qiz hayot va mamot yo'lida turganda, bu qog'oz parchalari nima bo'pti? U telefonni o'chirib mashinasiga o'tirdi. U endi nima qilishni bilar edi.
Agar Layloning yuragi to'xtayotgan bo'lsa, u bu yurakni qayta urishga majbur qilish kerak. Hatto buning uchun butun dunyoni ostin-ustun qilish kerak bo'lsa ham. U mashinani shahar tomon haydab ketarkan, ufqda bir narsani ko'rdi. Osmonda kamalak ko'rindi. Ammo bu kamalakning bir rangi kam edi, unda oq rang yo'q edi. Xuddi Laylo kabi. Sardor Layloning hayotini saqlab qolish uchun Germaniyadagi eng yaxshi kardioxirurglar bilan bog'lanishni rejalashtirdi. Buning uchun u bor-budini, barcha rasmlarini, uyini, hatto o'zini ham sotishga tayyor edi. Lekin u hali bir narsani bilmasdi. Layloning siri faqat uning kasalligida emas edi. Layloning o'tmishida Sardorning oilasiga borib taqaladigan, yashirilgan bir jinoyat izlari bor edi.